Assalomu alaykum barchaga. Assalomu men Adhamuz kanali admini Adham Momusolov. Do'stlar, bugun biz yangi yil bayramiga barchamiz beztamiz. Like'lar bosib qo'yamiz. Xudo xolasa siz yangi videoda chiqishga harakat qilamiz. Kanalimiz bloklandi, yana ochib oldik. Xudoga shukur. Endi bezashni boshlaymiz. Instagram'imizdan bor, pastda silkasini qoldiraman. Instagramga o'tib obuna qilamiz, podpishkada bo'lamiz. Nima deydi? Vaqtimiz bemalol, bekorchimiz. Nima qilamiz? Barchamiz boshimiz olib ketayotgan. Endi xonamga qo'yib kunamiz. Qiladigan ishim qolmadimi deydiganlar bo'lsa, ishim yo'q, bekorchiman, bir o'zim yashayman. Nima qilamiz boshqa? Bekorchilikda endi yurmakda vaqt o'tish kerak-ku. Xudo xolasa O'zbekistonga borgan paytim yana uylarda reklama qilamiz. Instagram, YouTube'da sizlar faqat paylaşib tursangiz bu. Instagram akkauntim ketdi. Hozir endi yangi akkauntim bor, o'shani pastda qoldiramiz silkasini, o'shanga obuna bo'lib qo'yamiz. Unda 90 taga yaqin odam bor. Endi yangisi bu. Obunachilar archamiz bezatib oldik. Bunaqa archa bezatib yurmaganman endi. Yarim narsam bo'lib ketdi. Qo'lga kelgancha bezatdik. Hozir yoqib ko'rsatamiz, like'lar bosib qo'yamiz. Bayram deb bo'lsin. Yangi yilni bir o'zimiz kutamiz, qilamiz. Hozir yapamiz. Hoppa! Hozir tutdan yaptım. Hop. Yürekçe amaçı görürsem. Şimdi uzattırakçı. Esni aldım. Hoppa. Hoppa. Buna geçiyor. Şimdi yine Türkçe'den yaparız. Hop. Süper yandı. Hani bu? Esingdami seni qish kunlari? Voy. Buni endi qadayga. Pale. Hoppa. Ko'rdingmi? Qalay bo'ldi? Rosa ko'p narsani qilib ketdi. Endi barcha bezatdik. Yurakchalar yonib turibdi. 2026 yil hammaga omad, baxt olib kelsin. Biz tezlikdan yo'lga chiqamiz. Xudosi bizning bo'lgandan keyin yana chiroyli yo'lga chiqib ko'ramiz. Instagramga aytib o'tdik, pastda silkasini tashlab qo'yaman, obuna qilamiz. Like'lar bosamiz. Endi musiqali tanab sevib bo'lamiz.